24-trek. 1025-yil Abu Ali ibn Sino Hamadondan Isfahonga o'tdi. Bu yerda umrining oxirigacha yashadi. Tib qonunlari, Ash-Shifo kabi shoh asarlarini tugalladi. Kitob-ul Aloyi asarini yozdi. 1037-yil Abu Ali ibn Sino Isfahon amiri Alovdavla bilan Hamadon safarida birga bo'ldi. Shu safar davomida eski kasali qo'zg'ab qoldi va vafot etdi. Abu Ali ibn Sinoni Hamadon shahrining g'arb tomonida qo'rg'on devorining yonida dafn etdilar. Ilova: Abu Ali ibn Sinoning o'z tilidan yozib olingan tarjimai holi. Otam asli Balxlik edi. Balx hozirgi Afg'onistonning shimolidagi shahar, Termiz shahridan 70-80 kilometr narida. Nuh ibn Mansur 976-997-yillar Samoniylar amiri. Ibn Sino Mabohis Nafsoniya, nafsoniy bahslar degan ilk falsafiy asarini shu amirga bag'ishlagan. Bu asar Hadiyat ar-Rais sovg'asi degan nom bilan ham mashhur bo'lgan. Amir vafot etgan yilga e'tibor berilsa, Ibn Sino bu asarini yozganida hali 17 ga to'lmagan bo'lib chiqadi. Zamonida u yerdan Buxoroga ko'chib keladi va u davrda Buxoro atrofidagi Hurmaysan, hozirgi Romiton degan qishloqda ma'muriy ishlarga boshchilik qilgan. Hurmaysan Buxoroning eng yirik qishloqlaridan sanalar edi. Uning yaqinida Afshana degan bir qishloq ham bor. Otam o'sha qishloqdan onamga uylanib, shu yerda turib qoladi. Men shu yerda tug'ilganman, keyin ukam tug'ildi. Ukasining oti Mahmud bo'lgan. So'ngra biz Buxoroga ko'chib keldik. Meni Qur'on va adab ilmlari deganda til qoidalari, bayon, ma'ni, aruz va qofiya tushuniladi. O'qitadigan muallimlarga topshirdilar. Yoshim 10 ga to'lganda men Qur'onni va adab ilmlaridan ko'pini o'zlashtirib olgan edim. Hatto odamlar menga ajablanadigan ham bo'ldi. Otam Misrliklar da'vatini qabul qilganlardan bo'lib, Ismoiliylardan hisoblanardi va ularning nafs, jon va aql haqidagi gaplarini va tushunchalarini eshitib yurardim. Ukam ham shunday qilardi. Ko'pincha ular bu xususda o'zaro suhbatlashib o'tirishganda, men ularning gaplarini eshitib, nima haqda gapirayotganlarini tushunib yurar edim. Lekin ko'nglim buni qabul etmas edi. Ular meni ham o'z ta'limotlariga da'vat qila boshladilar. Ular falsafa, handasa, geometriya va hind hisobi haqida ko'p gaplashar edilar. Otam meni hind hisobini biladigan bir rezoforfurushga yubora boshladi. Men undan hind hisobini o'rgandim. Keyin Buxoroga Abu Abdulloh Notili kelib qoldi. U kishining faylasuflik davosi bor edi. Menga ta'lim beradi degan umidda otam u kishini uyimizga ko'chirib keldi. Uning kelishidan oldin ham men fiqh, islom huquqshunosligi bilan shug'ullanib, bu xususda Ismoil Zohid degan kishining huzuriga qatnab yurar edim. Shu bilan men talab qilish yo'llarini va javob beruvchiga e'tiroz bildirish usullarini, ularda joriy bo'lgan yo'sinda bilib olib, bu sohani eng yaxshi biladiganlardan bo'lib qolgan edim. Keyin Notilidan Isagogi mantiq faniga kirish. Bu yerda Porfiriyning shu nomli asari nazarda tutiladi. Kitobini o'rgana boshladim. U menga jinsning ta'rifi haqida gapirib, jins nima deb so'raganlarda, turli navlardan iborat ko'p narsalarga jins deb aytiladi deb javob beriladi deganida, men unga shunday ta'rif berdimki, unday gaplarni Notili hali eshitmagan ekan. U mendan juda hayratga tushdi. Otamga meni ilmdan boshqa narsa bilan shug'ullantirmaslikni uqtirdi. U menga qaysi masala haqida gapirmasin, men bu masalani undan ko'ra durustroq tasavvur qilardim. Nihoyat men mantiqning oddiy masalalarini u kishidan o'qidim, lekin mantiqning nozik tomonlaridan u bexabar ekan.
Shunday qilib, mantiqqa oid kitoblarni o'zimcha o'qishga kirishdim. Ularga bitilgan sharhlarni mutolaa qila boshladim va nihoyat mantiq ilmini puxta bilib oldim. Uqlidus Evklid eramizgacha 355-315-yillarda yashagan qadimgi Yunon matematigi. Kitobi ham shunday bo'ldi. Uning bosh qismidan 5 yo 6 ta teoremalarini uning oldida o'qidim. Undan keyin kitobning qolgan qismidagi masalalarni o'zimcha yechishga kirishdim. So'ngra Al-Majistiga o'tdim. Al-Majisti qadimgi Yunon astronomi Ptolomeyning 2-asr Al-Magist asari. Uning muqaddimasini o'qib bo'lib, handasiy shakllarga yetganimda Notili menga shunday dedi: "Endi uni sen o'zing o'qib, o'zingcha yechishga harakat qilaver. Keyin menga aytib berasan. Men senga to'g'ri yo noto'g'riligini ko'rsataman." U kishi bu kitobdan durustroq xabardor emas ekan. Men bu kitobni o'zimcha o'zlashtirishga kirishdim. U kishiga qanchadan qancha shakllarni tushuntirib berardim. Shunga qadar u bularni bilmas ekan. Keyin Notili meni qoldirib Gurganch tomonga jo'nab ketdi. Men esa Fusus. Al-Fusus bu yerda faylasuf Farobiyning Fusus al-Hakam, falsafaning qimmatbaho toshlari nomli asari haqida gap boryapti. Kitobini, tabiat va ilohiyotga oid sharhlarni o'rganish bilan shug'ullandim. Men uchun ilm eshiklari ochila boshladi. Keyin tib ilmi bilan shug'ullanishga mayl etdim va unga oid kitoblarni o'qishga tushdim. Tib ilmi qiyin ilmlardan emas. Shu sababli qisqa muddat ichida bu fanda juda ilg'orlab ketdim. Endi hatto bilimdon tabiblar ham kelib, huzurimda tib ilmidan dars oladigan bo'ldilar. Bemorlarni ham ko'rib turardim va shu yo'sinda orttirgan tajribalarim natijasida muolaja eshiklari menga shu qadar keng ochilib ketdiki, uni ta'riflab berish qiyin. Shu bilan birga ba'zan fiqhni o'rganishda ham davom etar edim va shu xususdagi munozaralarda ishtirok etib turardim. Bu vaqtda men 16 yoshda edim. Keyin yana 1,5 yil ilm va mutolaaga berildim. Mantiq va falsafaning hamma qismlarini qaytadan o'qib chiqdim. O'sha kezlarda men biror kechaning ham oxirigacha uxlamas, kunduzlari ham ilmdan boshqa narsa bilan shug'ullanmas edim. Mantiqqa oid ravshan va aniq bir qancha qoidalarni jamladim. Har bir hujjatni tekshirayotganimda bir qancha qiyosiy muqaddimalarni isbot qilib, ularni shu ravshan qoidalar nuqtai nazaridan tartibga solardim. Keyin u muqaddimalarning shartlarini nazarga olib, ulardan chiqadigan xulosaga qarardim. Nihoyat bu masalada hamma narsaning asl mohiyati menga ayon bo'lib qolardi. Agar biron masaladan boshim qotib, qiyosda o'rtacha tarafni topa olmasam, jami masjidiga borardim va namoz o'qib, yaratuvchiga yolborardim. Natijada qorong'u narsalar menga oydinlashar, mushkullar oson bo'lar edi. Kechalari esa uyimga qaytib kelardim-da, oldimga chiroqni qo'yib olib, faqat o'qish va yozish bilan band bo'lardim. Mabodo uyqu bossa yoki o'zimni horg'in sezsam, quvvatni qaytarish uchun bir qadah sharob ichib, keyin yana o'qishga tushardim. Agar biroz uyquga ketsam, tushimda o'sha o'ngimdagi materiallarni ko'rardim va ko'p masalalar tushimda ayon bo'lardi. Ana shu zaylda hamma ilmlarni mustahkam egallab oldim va ulardan inson imkoniyati darajasida xabardor bo'ldim. O'sha vaqtlarda bilganlarim hozir bilganlarimchalik edi. Bugungi kungacha bilimimga biron narsa qo'shilmadi. Shu yo'sinda mantiq, tabiat va riyoziy ilmlarni puxta o'rganib oldim. Keyin ilohiyotga o'tib, iyo ba'da at-tabiyani o'qishga kirishdim. Bu yerda Aristotelning metafizika kitobi nazarda tutilyapti. Lekin unda nimalar deyilganini tushuna olmasdim va kitob yozgan kishining maqsadi men uchun qorong'u edi. Hatto uni 40 bor qayta o'qidim va u menga yod bo'lib ketdi. Lekin shunda ham men kitobni va uning maqsadlarini tushuna olmasdim. Nihoyat umidimni uzib, bu tushunib bo'lmaydigan kitob dedim. Ammo kunlardan bir kun
asr vaqtida kitobfurushlarning oldiga borib qoldim. Unda bir dallol muqovalangan kitobni qo'lida tutganicha uni maqtardi. Uni menga ham ko'rsatdi. Men bu ilmdan foyda yo'q degan xayolda unga qiyo boqqim ham kelmay rad qildim. Dallol menga: "Bu kitobni sotib ol. Narxi arzon, 3 dirhamga beraman. Egasi pulga muhtoj" dedi. Men kitobni sotib oldim. Qarasam, bu Abu Nasr Farobiyning o'sha Mabada at-Tabiya kitobi maqsadlari haqida yozgan asari ekan. Uyga qaytib, tezda uni o'qishga kirishdim. Kitob dilimda yod bo'lib qolgani sababli uning maqsadlari menga darhol ayon bo'ldi. Bundan juda xursand bo'lib ketdim va Tangri taologa shukr aytib, o'sha kunning ertasigayoq kambag'allarga ancha narsa sadaqa qildim. Bu vaqtda Buxoroning podshohi Nuh ibn Mansur edi. Ittifoqo u bir kasallikka duchor bo'lib, tabiblar u haqda bir fikrga kelisha olmabdilar. Ko'p o'qiydiganligim tufayli nomim ular o'rtasida mashhur bo'lib qolgan edi. Podshoh huzurida mening haqimda gapirib, undan meni chaqirtirishni so'rashibdi. Men borib, tabiblar bilan birgalikda shohni davolashda ishtirok etdim va shu orqali unga tanildim. Bir kuni shohdan kutubxonasiga kirishga va u yerdagi tibbga oid kitoblarni mutolaa qilishga ruxsat so'radim. Shoh menga ruxsat berdi. Men ko'p xonalardan iborat kutubxonaga kirdim. Har bir xonada kitob sandiqlari turar, kitoblar esa ustma-ust taxlab qo'yilgan edi. Xonalarning birida arab kitoblari, she'rlari, boshqasida fiqhga oid asarlar turardi. Shu tartibda har bir xonada ma'lum bir fanga oid kitoblar to'plangan edi. Keyin bizdan oldin o'tgan olimlar kitoblari ro'yxatini o'qib chiqdim va undan keraklarni talab qildim. U yerda shunday kitoblarni ko'rdimki, ko'pchilik hatto ularning nomlarini ham eshitmagan bo'lsa kerak. O'zim ham ularni bundan avval ko'rmagan edim. Bundan keyin ham uchratmadim. Shu bilan har bir muallifning ilmdagi darajasini bilib oldim. Yoshim 18 ga borganda bu ilmlarning hammasini egallab bo'lgan edim. O'sha kezlarda ilmni ko'proq yodda saqlab qolar edim. Hozir esa ilmim ko'proq yetilgan, ammo bilim bitta va o'shandan beri menda yangi bir narsa qo'shilgani yo'q. Abul Hasan al-Aruzi degan bir qo'shnim bor edi. U mendan bu ilmlarning hammasini o'z ichiga oladigan bir kitob yozib berishimni so'ragan edi. Men unga Al-Majmu to'plamni tuzib berdim. Kitobning otini ham shunday, to'plam deb qo'ydim. Unga riyoziyotdan boshqa barcha ilmlarni kiritdim. O'shanda 21 yoshda edim. Yana bir Xorazmda tug'ilgan Abu Bakr al-Baraqiy degan qo'shnim ham bor edi. U kishi tabiatdan faqih bo'lib, fiqh, tafsir va zohidlikda yagona va shu ilmlarga moyilligi bor edi. U kishi mendan kitoblarga sharh yozib berishimni so'radi. Men unga 20 jildcha keladigan Al-Hosil va Al-Mahsul degan kitob yozib berdim. Bundan tashqari unga axloqqa oid yana bir kitob yozib berdim. Nomini Kitob ul-Bir va el-Ism, saxovat va jinoyat haqida kitob deb qo'ydim. Bu ikki kitob undan boshqa hech kimda yo'q. Chunki u kishi ulardan nusxa ko'chirib olish uchun hech kimga bermagan. Bu orada otam vafot etib, Ibn Sino otasi 1002-yili vafot etadi. Bu vaqtda Abu Ali 22 yoshda edi. Ahvolimda o'zgarish yuz berdi. Sulton huzuridagi vazifalardan birini o'z zimmamga oldim. Keyin zarurat yuzasidan Buxoroni tark qilishga, Gurganch tomonga ko'chishimga to'g'ri keldi. Gurganch Xorazm o'lkasining qadimgi poytaxti, hozirgi ko'hna Urganchdan janubroqda joylashgan edi. U yerda ilmlarni sevuvchi Abul Husayn as-Sahli vazir edi. U yerning amiri huzuriga bordim. Amir Ali ibn Ma'mun edi. Ali ibn Ma'mun 997-1900-yillarda hukmdorlik qilgan Xorazm shohi. Men u paytda egnimga Taylason va Taxta ul-Xanakli faqihlar kiyimini kiyib olgan edim. Taylason bir uchi kiftga, boshqa uchi ko'krakka tashlanib yuriladigan o'rama, rido, keng shar
taxta ulxanak so'zma-so'z engak osdi. Sallaning bir uchini engak tomoqdan o'tkazib o'rash usuli. Men uchun menga o'xshaganlarga yetadigan miqdorda oylik tayin qilishdi. Undan keyin zarurat Nisoga ko'chishimga majbur qildi. Hozirgi Turkmanistondagi qadimiy shahar nomi. So'ng undan Abivardga. Abivard ba'zan Bivard deb ham uchraydi. Janubiy Turkmanistonda joylashgan shahar. Undan Tusga, undan Shiqqonga, undan Samanqonga, undan Xuroson chegarasidagi Jojurumga. Tus, Shiqqon, Samanqon, Jojurum Xurosondagi shaharlar nomlari. Undan Jurjonga ko'chdim. Maqsadim Amir Qobusning huzuriga borish edi. Shamsul Maoli Qabus Ibi Vushmagir ba'zi manbalarda Vashimgir Jurjon amiri 976-1012 yillar. Shu paytda Qobusni tutib qal'alardan biriga qamab qo'yishdi va u o'sha yerda o'ldi. So'ngra Dehstonga ketdim. U yerda qattiq kasal bo'lib qoldim. Yana Jurjonga qaytib keldim va u yerda menga Abu Ubayd al-Juzjoni kelib qo'shildi. Shu kezlarda o'z holimni ifodalaydigan bir qasida yozdim. Unda mana shu bayt ham bor edi. Men ulug' bo'lganimda keng shahar ham sig'dira olmay qoldi. Qimmatim oshganda xaridorsiz qoldim. Shayx ar-Raisning hamrohi Abu Ubayd al-Juzjoni aytadi. Shayxning o'z tili bilan menga aytganlari mana shulardan iborat. Bundan buyog'iga uning ahvoli haqida o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni keltiraman. Jurjonda Abu Muhammad ash-Shirozi degan bir kishi bor edi. U kishi o'sha ilmlarni yaxshi ko'rar edi. Shayx uchun yonidan bir uy sotib olib, uni o'sha yerga joylashtirdi. Men har kuni ustozning oldiga borib turardim va Al-Majisti kitobini o'qirdim. Yuqoridagi 9-izohga qarang. Shunda men u kishidan mantiqni aytib tursangiz degan edim. U kishi menga Al-Muxtasar al-Afsad fil mantiq o'rtacha qisqacha mantiqni aytib turdi. Men yozib oldim. Bu yerda Al-Juzjoni aytayotgan kitob Aristotel mantiqining qisqacha xulosasi bo'lsa kerak. Abu Muhammad ash-Shiroziyga bo'lsa, kitob Al-Mabta va Al-Maot narsalarning boshlang'ich va asliga qaytish kitobi va kitob Al-Arsot al-Kulliya umumiy kuzatish kitobini yozib berdi. Shayx u yerda juda ko'p kitob tasnif etdi. Al-Qonunning birinchi kitobi, Al-Majistining qisqartmasi va ko'p risolalar shular jumlasidan. Undan keyin Al-Jabal elida boshqa kitoblarini yozdi. Jabal hozirgi Eronning g'arb qismiga joylashgan Iroqiy Ajam yoki Fors Iroqi. Mana bu uning kitoblari ro'yxati. Birinchi, kitob Al-Majmu, 1 jild. Ikkinchi, Al-Hosil va Al-Mahsul, 20 jild. Uchinchi, Al-Ansof, 20 jild. To'rtinchi, Al-Bir va Al-Ism, 2 jild. Beshinchi, Ash-Shifo, 18 jild. Oltinchi, Al-Qonun, 14 jild. Yettinchi, Al-Arsot al-Kulliya, 1 jild. Sakkizinchi, Kitob An-Najot, 3 jild. To'qqizinchi, Al-Hidoya, 1 jild. 10-chi, Al-Ishorat, 1 jild. Bu shayxning hozir ham mavjud bo'lgan Al-Ishorat va At-Tanbihot degan asarining hikmat qismi bo'lsa kerak. Chunki Al-Ishoratning mantiq qismi quyida alohida kelgan. 11-chi, Kitob Al-Muxtasar Al-Afsad, 1 jild. Bu mantiqqa oid bo'lgan o'rtacha qisqa mantiq asari bo'lish kerak. 12-chi, Al-Aloni, 1 jild. Bu Ibn Sinoning hozir Donishnoma nomi bilan mashhur bo'lgan va nashr etilgan asaridir. 13-chi, Al-Qulanj, 1 jild. 14-chi, Lisan al-Arab, 10 jild. 15-chi, Al-Adviyat al-Qalbiya, 1 jild. 16-chi,
al-Mujaz 1 jild. 17. Baz al-Hikmat al-Mashriqiyya 1 jild. 18. Bayon Zavod ad-Jiha 1 jild. 19. Kitob al-Maot 1 jild. 20. Kitob al-Mabda va al-Maot 1 jild. 21. Kitob al-Mubahasot 1 jild. Mana bular shayxning risolalaridan. Risolalar odatda kichik bo'lganligi uchun hajmi ko'rsatilmagan. 22. Al-Qazo va al-Qadar. 23. Al-Olat ar-Rasadiya. 24. G'araz Qotig'uriyos. 25. Al-Mantiq bi ash-Sher. 26. Al-Qasoid fil Uzmat va el-Hikma. 27. Fi al-Huruf. 28. Taqub al-Mawadi al-Jadaliya. 29. Muxtasar Uqlidus. 30. Muxtasar fi Nabz bil Ajamiya. 31. Hudud. 32. Al-Ajram as-Samaviya. 33. Al-Isharat ila ilm al-Mantiq. 34. Aqsom al-Hikma. 35. Fi an-Nihoyat va la Nihoyat. 36. Al-Ahd Burj. Buni shayx o'zi uchun yozgan. 37. Hay ibn Yaqzon. 38. Fi an ab'ad al-jism g'ayr zotiya lahu. 39. Xutab. 40. Al-Kalom fil Hindiba. 41. Fi annahu la yajuzu an yakuna shay wahid jawhariyan va aradiyan. 42. Fi anna ilm zayd g'ayr ilm amr.